Assalomu alaykum Modaline obunachilari. Biz ham Modaline do'konimizda toza tovarlarimiz keldi. Toza tovarlarimizning arasida gündalik kiyish uchun ham kiyimlar, xohlasangiz uyda kiyish uchun ham har xil poplin doykalarimiz, to'y bazmlar uchun vechirniy ko'ylaklarimiz ham kelgan. Hozir bir tarafdan xudo xohlasa uspet etgancha obzor etib boramiz. Masalan, shu troykamiz material yubka material, bemalol yozda kiyinish uchun удобный. Ichida o'zini futbolkasi bor. Futbolkasining ichi yeng kalta bo'ladi. Aldilari xushro'y ruchnoy rabota etib ishlangan. Pastida esa shuning o'zini volanli yubkasi bor. Kiyganda xush rabot turadi. 3 xil rasvetkada kelgan. Razmerlari 50 dan 54 gacha bo'lgan razmerlarda kelgan. Narxi 250 ming so'mdan. Bu rasvetkasi ham xushro'y kelgan. Yubkalari uzun, keng etib ishlangan. Bemalol hijobli ayollarimiz ham kiysa bo'ladi. Keyin bu rasvetkasi ham xushro'y bo'lib turadi. Narxi 250 ming so'mdan. 48 dan 54 gacha bo'lgan razmerlari bor. Keyin bu variant dvoykamiz. Bularning yenglari uzun, aldilarni shuning gullar qo'yib ishlangan, aldilari demali variant. Xushro'y bo'lib turadi. Bularning ham razmeri 48 dan 52 gacha bo'lgan razmerlarda bor. Yubkalari keng volanlatib ishlangan. Narxi 265 ming so'mdan. Buni qora rasvetkasi ham bogati bo'lib turadi. Materiali yaxshi xili poplindan ishlangan. Keyin poplin koft yubkalarimizda zamokli variantlar ham bor. Zamokli variantlar ham xushro'y bo'lib turadi. Aldidan gullar qo'yib ishlangan. Yubkasi uzun, volanli. Buni hozir do'konimizda 48 L razmerlari bor. Narxi 255 ming so'mdan. Buni oq varianti ham bor. Oq qora etib ishlangan. Bu ham xushro'y bo'lib turadi. Razmerlari 52 gacha bor razmerlari bor. Narxi 255 ming so'mdan. Yubkasi pastlari volanlatib ishlangan, kiyganda bogati bo'lib turadi. Keyin bu variant kofta yubkalarimiz ham xushro'y bo'lib turadi. Bular stoyka variant. Iberinda gullari bor, zamokli. Pastini ipini tortib ko'rsangiz ham bo'ladi. Kiyganda xushro'y bo'lib turadi. Buni temno-siniy rangi ham bor. Temno-siniy rangi ham xushro'y bo'lib turadi. Narxi 225 ming so'mdan. Keyin bu голубой цвет ham xushro'y turadi. Hijobli ayollarimiz ham bemalol kiysa bo'ladi. Keyin bu variant kofta yubkamiz ham xushro'y bo'lib kelgan. Buni beli rezinkali variant. Razmerlari 46-48 razmerlaridan qolgan. Bular большой markada kelgan. Keyin shuning xushro'y sportivniy dvoykalarimizdan bor. Pastdan ipini tortib ko'rsangizlar bo'ladi. Yenglarini rezinka qo'yib ishlangan. Yubkalari ham kisalak bo'lib, neobычный bo'lib turadi. Razmerlari 46 dan 52 gacha bo'lgan razmerlari bor. Narxi 225 ming so'mdan. Keyin bu rasvetkasi ham xushro'y turadi. Keyin bu rasvetkasi ham xushro'y bo'lib turadi. 3 xil rasvetkada bor do'konimizda. Bemalol kelib xarid etib olsangizlar bo'ladi. Do'konimizda shuning большой marka razmerdagi poplin dvoykalarimizdan bor. Xushro'y etib ishlangan. Aldilari volanlatib. Bularning razmerlari большой marka razmerlardagi 48 dan 56 gacha bo'lgan razmerlari bor. Rasvetkalari xushro'y bo'lgan. Narxi 185 ming so'mdan. Buni razmeri 60-62, bemalol 64 kiyadigan ayollarimiz ham to'g'ri keladi. Keyin shuning shoyli variantlarimiz bor. Bular ham xushro'y bo'lib turadi. Kilotlari keng etib ishlangan kisalari bilan. Buni korичневый varianti ham xushro'y bo'lib turadi. Narxi buni 200 ming so'mdan. Materiali poplin, yusazlar girsh qolmaydi. Keyin shuning xushro'y yosh qizlarimiz uchun ko'ylaklarimizdan bor. Aldilari ruchnoy rabota, bo'ylari uzun bo'lib turadi. Yenglari rezinkali, pastida kilotlar ham keng etib ishlangan. Hamma rasvetkasi xushro'y bo'lib kelgan. Rozi variant ham xushro'y bo'lib turadi. Bundan tashqari mana yashil, keyin feruza qosh svetlari ham bor. Ular ham xushro'y bo'lib kelgan. Nejniy ranglarda kelgan. Bu rangi ham xushro'y. Ko'ylak ishtonimizning narxi do'ykamiz narxi 195 ming so'mdan chiqqan. Keyin shuning HB materialda do'ykamiz kelgan. Aldilari demali, qoshlar qo'yilib ishlangan, bo'yi uzun, bemalol hijobli ayollarimiz ham kiysa bo'ladi. Narxi 210 ming so'mdan, razmerlari 48 dan 52 razmergacha bor. 54 razmergacha kelgan. Keyin shuning Lion dvoykamizdan ham bor. Orqani yopadi, bemalol hijobli ayollarimiz ham kiysa bo'ladi. Kilotlari keng ishlangan kisalari bilan. Hamma rasvetkasi nejniy bo'lib kelgan. Narxi 245 ming so'mdan. Razmerlari standart, bemalol 52 razmergacha to'g'ri keladi. Keyingi dvoykamiz
Bular əldiləri düyməli variant, güllə qoyulub işləngan, yenglərini olib qoyulğan, yakalı, dım xoş rabot duradi, arkanı yapadı. Razmerləri 48-dən 54-əçə, narxı 205 min so'mdan, kilotlar ham keng bo'lib chiqqan. Buni keyin qora rasvetkasi ham bor, qora rasvetkasi ham dim xoş rabot turadi. Keyin Leon dvoykamiz bor, shuning variantdagi zamokli, belində iplar bilan xoş rabot turadi, yenglari uzun. Kilotlar ham keng chiqqan, kisa qo'yib ishlangan. Buni ikki xil rasvetkasidan bir danadan qan, narxi 205 ming so'mdan. Keyingi dvoykamiz, shuning poplin dvoykamizdan bir dana qoldi. Galishi bilan sotildi bu dvoykamiz. Bellarini iplari bilan razmerini kichaytirib, ulaytirib kiysangiz bo'ladi. Kilotlar keng etib ishlangan. Razmeri standart 52 razmergacha to'g'ri keladi. Narxi 170 ming so'mdan. Keyin shuning boshmerka razmerdagi ayollarimiz uchun shuning xo'shroy dvoykamizdan ham kelgan, bo'yi uzun variantdagilarni ko'p so'raydilar. Kiloti ham keng bo'lib turadi. Narxi razmeri 56, 58, 54 razmerlarda bor. Buni firzakosh sveti ham dim xo'shroy bo'lib turadi. Keyin buning variantdagisi ham bor. Bu ham dim akkuratni bo'lib turadi. Bu dvoykamizning narxi 160 ming so'mdan. Materiali poplin material. Keyin shuning Leon dvoykamizdan bor. Ustilari düymali yoqalatib ishlangan. Yengi uzun, razmeri standart. Kilotlari ham dim keng etib ishlangan. Narxi esa 195 ming so'mdan. Bundan 2 dana qoldi. Keyin shuning bolshamerka razmerdagi kiloti ustida rubashkasi bor. Razmerlari L dan 3XLgacha, narxi 190 ming so'mdan. Usti bemalol arkani yopadi.